Qizinglarni sharoitinglar yar berguncha ko'proq o'qitinglar. Qizi bola o'qib nega boradi deganlar. Qizi bola o'qib ana bo'lg'ili boradi. Avlodlarning kelgusiga ul salg'ili boradi. Kitoblar bilan to'lgan oila gulshani qurg'ili boradi. O'ziga ishongan holda qadr qimmati, izzat g'ururi bilan yashig'ili boradi. Yovvoyi hayvonlar o'z bolalariga ov ovlashni o'rgatib, keyin mustaqil yashag'inida och qolmaslikqa kafolatlik qiladi. Ammo odam bolasiga albatta uningdan ortiqroqni qilishimiz. Yaxshi tarbiyalab, keyin mayli hayoti qandoq joyda, qandoq sharoitda bo'lsin, o'zi puttirab tura oladigan qilishimiz kerak. Baxtni o'qish bilan zich munosabatlik deb kesib aytolmasammi, ammo o'qimaslikni barcha baxtsizliklarning sababchisi deyalayman. O'qiyotgan qizingiz xaralanib qolmaydi. To'xtamay bilim egallab tursa, olgan bilimini ishlatib tursa, amal qilishga alayda muomala qilsa, zarur chog'da yanala bosh ko'taralaydi. Qizlar talaning odami degan so'zingiz bilan qizingizni kishining eshik oldiga zar qilib qo'ymang. Qiz bola talaning odami emas. Vaqt kelsa oilangizning g'ururi, sharafi, kelajakning bushkini bilim bilan tavratkichidir.